Polsha davlatiga o'z soham bo'yicha tajriba orttirish maqsadida borganman. Ushbu videoda polshalik mijozimizga Robert gazonokosилкani ustanovka qilib berdik. Ularning bog'lariga e'tibor qaratsangiz, ko'chatlarni joylashuvi va gazon qismi biznikiga nisbatan noodatiy. Ishni Robertimiz erkin harakatlanishiga to'sqinlik qiladigan o'simliklarni qisqartirishdan boshladik. Undan so'ng chegarani magnit maydon yordamida belgilab olamiz. Robertimizning afzalligi shundaki, sizning qimmatli vaqtingizni tejaydi va biz belgilagan vaqtda har kuni o'z ishini bajaradi. Agar oldidan xuddi shunday to'siqlar chiqsa, u aylanib o'tib o'z ishini davom etadi va gazoningiz har doim shunaqa ko'rkam ko'rinishga ega bo'ladi. Shu tarzda o'z-o'zini quvvatlantiradi ham. Agar sizga shu qurilma kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing.